Voy asalim bolam. Jonim bolam. Ekstremni viz chiqib qolgan, Allohning iznidan tez yetib boramiz. Xudo xohlasa Allohning iznidan bilan Gentra mashinasi ichida bola olib ketgan. Bola chaqaloq ekan, 6 oylik chaqaloq ekan. Texnika hech kim aybli joyi yo'q. Allohning iznidan bilan tezroq boramiz, xudo xohlasa. Iltimos akalar, noto'g'ri tushunmanglar. 6 oylik chaqaloqda ekstremni bormasak bo'lmaydi. Alloh o'zing yo'limizni yoriq qilgan, o'zing yoriq. Tez ochadigan simim qolib ketibdi-da, xo'shtiring. Voy. Voy asalim. Voy asalim bolam. Jonim bolam. Qani puli tez. Xudoga shukr. Voy, xudoga shukr. Sog' bo'ling. Yaxshi. Oyna yopib qo'ya qoling, iskazdan chiqmasin. Ya bo'ldi. Maholas hammasi joyida. Assalom. Rahmat, hech pul bo'ldi. Ya, bu duo qilib qo'ysiz bo'ldi. Yo'q, qarang. Menga pul berganingizda duo qilganingiz menga million marta ko'p. Yo'q, menga qarang. Eshitmang. Duo qiling bo'ldi. Bo'ldi, sog' bo'ling. Ha. Sog' bo'ling. Ha. Yo'q, menga 100 ming dollar berganingizda duo qilganingiz menga ancha ko'p foyda. Xo'p, deng, iltimos sizdan. Xo'p, deng, talashmang, iltimos. Xo'p, iltimos. Yo'q. Menga duo qilganingiz menga katta rahmat, foyda. Bo'ldi, duo qo'y, ha. Sog' bo'ling, chatmang, ha. Agar shu mashinada kimnidir silib qo'ygan bo'lsam, me'morni so'rayman. Mashinaning ichida farishta qolib ketgan ekan, 6 oylik adashmasam, qizaloq qolib ketgan ekan. Iloyim bizning xizmatlarimiz hech kimga kerak emas, kelib sala qilamiz. Unaqa payt maksimal ekstrini qo'limizda kelgancha Allohning izni bilan tezroq yetib boramiz. Agar shu mashinada kimdir silib qo'ygan bo'lsa, me'morni so'rayman. O'zimni qo'ng'ishcham Allohga behisob shukr shu mashinani olib kam bo'lmadim. Salomat bo'linglar akalar. Bizning xizmatimizni ko'ramiz, kelib salomat. Biz Andijonga yo'l oldik, xudo xolasa. Andijonlar Andijonga rosa borgim kelyapti. O'zi uzoq safarga chiqmaganim sababi mana shu ishimizni to'satdan vizifli bo'lib qoladi. Mana ekstrem vizifli bola qolib ketsa, unaqa payt chidolmay qolaman-da. O'shaning uchun bu ishimni yaxshi ko'raman o'zimni. Nimaga desangiz, buni bola qolib ketgan paytda bu 5 minut biz uchun juda katta vaqt, juda katta vaqt. O'shaning uchun duo qilib, qo'llab-quvvatlab turganingizga, meni hurmat qilib, videolarimga like bosib, kommentariya, o'zingizlarning iliq fikringlar, Allohga behisob shukr. Negativsiz bloger deb o'zimni katta hisoblamayman-ku. Negativsiz bloger deb hisoblasam bo'ladi-da. Nimaga desangiz, kommentariyamizda alhamdulillah Allohning izni bilan yo'q-da negativ. Boringizga shukr. Hurmat qilib, kuzatib, davomiy like bosib turganingiz uchun boringizga shukr. Salana, xudo xolasa, ishonchlilarni oqlayman.